Istanbulda Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar kabi mahallalarini qaysi biri qanaqa atmosferaga ega? Beyoğlu turistik rayon, Taksim, Galata, Istiqlal ko'chasi shu rayonda joylashgan. Ba'zida kerigidan ortiq gavjum bo'ladi. Fatih Istanbulning eng tarixiy va otantik mahallasi. Shu siz bilgan tarixiy joylarni deyarli hammasi, masalan, Suleymaniya jami, Sultonahmet jami, Aya Sofiya, Kapalı çarşı, Misr çarşısi shu rayonda joylashgan. Beşiktaş unchalik turistik bo'lmagan, haqiqiy Istanbul hayoti sohilda joylashgan va Dolmabahçe saroyi mana shu rayonda joylashgan. Beşiktaşda ko'chada choy ichib o'tirgan haqiqiy mahalliy odamlar bilan ko'rishsangiz bo'ladi. Uskudar Osiyo tomonda sokin va ma'naviy mahalla, ko'p masjidlar, keyin shu siz bilgan Qiz qal'asi shu rayonda joylashgan. Kadıköy juda ham katta rayon, Osiyo tomonining markazi hisoblanadi. Jaddebostan ko'chasi bor. Bu Istanbulning eng luxury ko'chalaridan hisoblanadi. Shu siz serialda ko'rib qolgan artistlarni o'tda ko'rib qolish juda ham oddiy holat. Turkiya haqida eng original ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'ling.